Taraqqiyot va tanazzul ildizlari. Biz bu bobda asosan lobbistlarni, iqtisodiy harakatlarni va rakurslarni ko'rib chiqyapmiz va har bir mamlakat o'z taraqqiyotini va yoki tanazzul ildizlarini faqatgina lobbilardan emas, balki tadqiqotlardan olishi bu bugungi kun uchun tushunarli holat hisoblanadi. Joriy yil 2024-yilda iqtisod bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari e'lon qilishdi va bu yerda o'sha Darum Ajimoğlu va James Robinsonning 10 yildan ortiq o'tkazgan tadqiqotlari juda katta rolni egalladi va ular bir necha kitoblar chiqarishdi va bu asarlar uchun iqtisod bo'yicha Nobel mukofoti sovrindoriga aylanishdi. Bularning asosiy tadqiqotlari nimadan iborat edi? Ular bir asar chiqarishdi, ya'ni mamlakatlar tanazzulining sabablari. Ya'ni nega ayrim mamlakatlar boy, nega ayrim mamlakatlar kambag'al? Ular nega tanazzulga yuz tutishgan yoki taraqqiyot bayrog'ini ilgari surishgan? Va har bitta omil, iqtisodiy rakurslar oddiy til bilan, ya'ni oddiy rakurslar bilan intervyular, so'rovnomalar, kutishlar, tarixiy holatlar birligida, uyg'unligida o'rganib chiqildi. Va ular ham asosan zamonaviy iqtisodiyot biz aytib o'tganimizdek cheklangan resurslar sharoitida cheksiz ehtiyojlar emas, balki imkoniyatlardan foydalanish, rakurslarni to'g'ri yo'naltirish yoki iqtisodiy omillarni tadqiq qila olish sharoitidagina amalga oshadigan pirog deb hisoblashgani uchungina o'z tadqiqotlarini mana shu soddalikka qura olishdi va e'tirof etilishdi. Ularning mamlakatlarning tanazzuli sabablari yoki nega ayrim mamlakatlar boy, ayrimlari kambag'al qabilidagi tadqiqotlari butun dunyoni lol qoldirganligini ko'rishimiz mumkin va albatta bu asar Amerika propagandasiga asoslanishini alohida e'tiborga molik hodisa sifatida aytish mumkin bo'ladi. Albatta har bir millat o'z asarlarini institutsional tashkil qilayotganda yoki o'z olimlarini dunyo maydoniga olib chiqayotganda o'z propagandasini qo'llashi normal holat hisoblanadi. Lekin biz uchun o'rganadigan jihatlar faqatgina propaganda emas, balki tadqiqotlarning ildizlari. Insoniyat yashayotgan sayyoramizdagi insoniyat globallashuv sharoitida juda katta farqli rakurslarga ega emasligi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida ham shu fuqaro, O'zbekiston Respublikasida ham, Saudiya Arabistonida ham shu hissiyotlar bilan yashayotgan fuqarolar yashayotganligi. Rakurslar juda katta farqlarga ega emasligi, lekin ularning boshqaruvida nega ayrim hududlar katta taraqqiyotga erishdi, ayrim hududlar erisha olmadi degan savollarni o'z ichiga oladi. Va o'tgan bobning ikkita qismi shuni ma'lum qildiki, lobbiylar faqatgina biz tushungan ideologiyadagi iqtisodiyotni tanazzulga uchratuvchi lobbiylar emas, balki iqtisodiyotni yo'lga qo'yadigan, uni quradigan, biz ideal deb hisoblagan Amerika iqtisodiyoti yoki rivojlangan yetakchi mamlakatlar iqtisodiyotida hatto lobbiylarning borligi va ularning legallashganligini ko'rdik va asosiy muammo rakurs va tanlovda ekanligini ko'rdik va bu lobbiylarning makro va mikro darajasi mamlakatning tanazzuli yoki taraqqiyotiga qanchalik ta'sir qiladi yoki tanazzul va taraqqiyotning asoslari, ildizlari nimadan iboratligini ko'rib chiqishga harakat qildik va asosan mana shu olimlarning, ya'ni Darum Ajimoğlu va James Robinsonning tadqiqotlari shu yilgi Nobel mukofotiga sazovor bo'lganligi, 21-asr iqtisodiyotidagi rakurslarda katta o'ringa ega bo'layotganligi uchun ba'zi bir insaytlarni kiritib ketishga qaror qilganligimizni e'tirof etishingizni so'ragan bo'lardik. Demak, mamlakatlar tanazzulining sabablarini o'rgangan olimlar juda ko'p omillarni, tarixiy vaziyatlarni muhokama qilishadi va ma'lum bir insaytlarni berishadi. Birinchidan, mamlakat iqtisodiy yoki taraqqiyot tanazzulga yuz tutishi uchun geografik omillarni misol qilib keltirishadi. Umuman xalqaro savdoni o'rganganimizda mamlakat rivojlanishi uchun dengiz yo'llarining mavjudligi, arzon transport, logistikasining qulayligi haqida juda ko'p gapiramiz va asosan dengiz orti mamlakatlarida, okean sohillarida joylashgan mamlakatlarning rivojlanish tendensiyalari shunga sabab bo'lganligini e'tirof etamiz. Lekin bu ikki olim asosiy detallar
bu transport tarmog'ida emasligini yoki geografik omillar katta sabablarni keltirib chiqara olmasligini aytib o'tadi. Ya'ni ular tadqiqotlarda shuni isbotlaydiki, mamlakat taraqqiyoti geografik omillarga bog'liq emas. Bu nimalarda ko'rinadi? Ular keyish sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksika shtatida, ya'ni ikki davlatda joylashgan bir shaharni misol sifatida keltirishadi. Ya'ni Nagolis shahri edi. Nagolis shahrining yarmi Amerika Qo'shma Shtatlarining Arizona shtatida joylashgan edi. Bu shaharning yarmi esa Meksikaning Sonera shtatidagi, demak, shaharcha edi. Bu shahar ikkiga bo'lingan, lekin bir xil aholi, bir xil iqlim va bir xil sharoitlarga, ya'ni bir xil geografik joylashuvga ega edi. Farqlar esa har xil. Amerika Nagolisi Meksika Nagolisiga nisbatan 3 barobar tezroq rivojlangan, bandlik darajasi ko'rsatkichlari ancha past va odamlarning daromadi va ularning xizmatlarga bo'lgan talabi ham 3 barobar kattaligini ko'rish mumkin edi. Albatta, Lotin Amerikasini, o'sha janubiy qismini ispanlar odatda ekspluatatsiya qilishadi va o'sha yerdagi mahalliy hindularni mahv etib yerlarini egallashadi va odamlarini juda katta ekspluatatsiyaga majbur qilishadi. Shuning uchun ham Janubiy Amerikada juda katta inqiloblar ro'y berganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shimoliy Amerika esa, hozirgi Amerika Qo'shma Shtatlari hududlari esa asosan Angliya nazoratida edi. Angliya esa boshqacharoq uslubni tanladi, ya'ni mamlakatni egallab ekspluatatsiya qilishni boshladi, lekin dehqonlar bilan umumiy kelishuvga erisha oldi. Qishloq xo'jalik islohotlarini o'tkaza oldi va mulkchilik islohotlarida katta koridorlarni yarata olganligi uchungina Shimoliy Amerika o'zgacha rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni geografik o'rinni ahamiyati yo'q, chunki Nagolis Shimoliy Amerikada, yarim qismi demak Meksika hududida joylashganligi va deyarli hamma narsaning bir xilligi, lekin rivojlanishning har xilligi bilan izohlab beradi. Bu tushunchalar asosan Nagolis shartlari bilan amalga oshirilgan edi. Shuning uchun ham o'sha mamlakatning dengizga yaqin bo'lishi, rivojlangan mamlakatlarning ichida bo'lishi iqtisodiyot uchun ma'lum bir detallarni keltirib chiqarishi mumkin, lekin rivojlanishning asosiy emas degan xulosalarni keltirib chiqaradi. Ikkinchisi esa madaniy hayot, ya'ni mamlakatning madaniy, fan texnika taraqqiyoti va ilmning mamlakatda rivojlanishi, fan va dinning rivojlanishi mamlakatni ko'targan degan tushunchalarni ilgari suradi. O'sha Yapon zehniyati haqidagi juda ko'p fikrlar yoki Yevropadagi uyg'onish davri haqidagi olimlarning, o'sha Da Vinci, Botticelli, Hugo paytidagi uyg'onish davri, Weberning dunyo sahnasiga kelishi olimlar bilan bog'liq yoki mamlakatning madaniyati bilan bog'liq degan tushunchalarni ilgari suradi. Lekin bu olimlar aytadiki, mamlakatning taraqqiyotiga hatto olimlar ham ki ularning madaniyati ham katta hissani qo'shsa-da, asosiy taraqqiyotning rivojlanish omili bo'la olmaydi. Ya'ni madaniyat asosiy omil emas degan tushunchalarni beradi va bunga case sifatida Shimoliy va Janubiy Koreyani misol keltiradi. Albatta, 100 yillar oldin 54-parallel paydo bo'lmasidan, ayniqsa oldin, o'sha 50-yillardan oldin, Yaponlar bosqinidan ham oldin Choson davlati edi va Shimoliy va Janubiy Koreya etnik jihatdan, til, din jihatdan bir yakdil yashar edi va asosan Koreys odatlari, an'analari va madaniyati Shimoliy Koreya hududida mavjud edi. O'sha poytaxt Pyongan ham o'sha paytda Shimoliy Koreya hududida joylashgan edi. Bular bir etnik davlat sifatida shakllangan mamlakat edi va ularning tili, dini, e'tiqodi ham bir maqsadga suyanar edi. Keyinchalik bu mamlakatlarning bo'linib ketishi demak ikkita holatni keltirib chiqardi. Hozir Janubiy Koreya mamlakati Shimoliy Koreyadan ko'ra deyarli 5 barobardan ziyod iqtisodiy o'sishga egaligi, aholining farovonligi, ijtimoiy turmush darajasi va mamlakatdagi o'sish darajasi Shimoliy Koreya va Janubiy Koreyani solishtirganda yer bilan osmoncha farq borligini sezishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni aslida bir madaniyat, bir e'tiqod, bir tarixiy ildizga bo'lgan millatlarning ikki xil iqtisodiy ko'rsatkichlari bilan bog'liq deb aytadi. Albatta bu yerda o'sha davlat strukturasi, davlat tizimi ta'sir qiladi degan fikrlar mavjud, lekin bu yerda faqatgina etnik, tarixiy, zehniy detallar ko'rib chiqilayotganligini hisobga olsak, vaziyatni muhokama qilish menimcha adolatli hisoblanadi va bular
rad etadiki, madaniyat mamlakatlarni rivojlantiradi, lekin bosh taraqqiyotning asosiy omili emas degan xulosani ilgari suradi. Va uchinchisi, mamlakatdagi rahbarlarning johilligi yoki mamlakatni boshqarayotgan tizimning johilligi emasmi taraqqiyotning yo'lini to'sadigan degan tadqiqotni o'tkazishadi. Ya'ni geografik omilga bog'liq emas deyishyapti, madaniy omillarga bog'liq emas deyishyapti va rahbarlarning johilligi xususida ham tadqiqotlarni o'tkazishadi. Albatta bu yerda o'sha mamlakatni boshqarayotgan tizimlarni qanday amalga oshirilishi maqsadga muvofiq edi, lekin ba'zi bir Afrika mamlakatlaridagi islohotlarni rahbarlarning johilligiga qaramay bo'layotgan islohotlarni misol sifatida keltirishadi va mamlakatning bosh islohotchisi aslida avtokratik yo'l bo'lsa ham o'sha tepadagi rahbar emas, balki uni iqtisodiyotni, siyosatni, huquqni jonlantiradigan narsa ichkaridagi infratuzilma degan xulosaga kelishadi va ba'zi bir johil rahbarlar paytidagi ba'zi bir rivojlanish va kamchiliklarni yoki yaxshi rahbarlar yoki iqtidorli rahbarlar paytidagi kamchilik bo'lgan turli xil mamlakatlarni, ayniqsa Afrika mamlakatlaridagi siyosiy o'zgarishlarni ko'p misol sifatida keltirishadi va aytishadiki, hatto mamlakatning o'sha boshqarayotgan siyosiy elita ham katta taraqqiyot yo'lini belgilab berishda yoki tanazzulda eng birinchi rolni o'ynamaydi degan xulosaga kelishadi va demak buni ham sabab sifatida e'tirof etishmaydi va mana asosiy sababga mana shu xulosalar orqali yetib kelishadi. Ya'ni geografik omillar yo'q, madaniy omillar birinchi emas, ular rivojlanaveradi va hatto mamlakatni boshqarayotgan elita tizimiga ham hamma narsani to'nkay olmaymiz. Ular ham taraqqiyot va tanazzulning paychisi emas degan xulosani keltirishadi va asosiy rol mamlakatlarning rivojlantiradigan yo'l bu institutlar. Ya'ni uchinchi ma'noda jamiyat va davlatni o'rtasida turib, davlatga kerakli takliflarni bera oladigan, jamiyat oldida mustaqilroq bo'lgan institutlarni, ya'ni institutsional tizimni maydonga olib kirishadi. Va ular institutlarni ikki turga bo'ladi. Birinchisi ekstra aktiv institutlar, ikkinchisi inklyuziv institutlar. Ekstra aktiv degani bu qisish ma'nosida inglizcha so'zdan olingan va mamlakatdagi amaldagi siyosiy elita bu institutlarni yaratadi va o'ziga takliflar berishini, jamiyatni ko'proq qamrab olishi uchun siyosiy elitani o'zi pozitsiya yaratib beradi. Bu institutlar mustaqil emas, chunki ularga pozitsiya yaratib bergan va ular yaratgan, o'zlarini yaratgan yoki o'zlarini ishlashga imkon bergan qatlam uchun xizmat qiladigan institutlar edi. Ya'ni bu yerda e'tiborga molik hodisa hatto mamlakatning rahbariyati emas, balki ularga beradigan institutlarda, demak, kosa tegida nimkosa mana shu joyda degan iddaoni ilgari surishadi va ikkinchi institut, inklyuziv institutlar, bu inklyuziya degani qamrab olish degani, ko'proq demak mustaqil institutlar. Davlat va jamiyatning o'rtasida A va B nuqtani o'rtasida C nuqta, ya'ni mustaqil institutlar paydo bo'ladi. Ular davlatga o'z takliflarini doimiy berib borishadi, tadqiqotlarni o'tkazib borishadi va jamiyatdagi ijtimoiy koridorlarni, ijtimoiy fikrlarni demak shakllantirishga harakat qiladigan institutlar hisoblanadi va ular demak mamlakat taraqqiyotini belgilab beradi deyishadi. Va asosan inklyuzivlik shartlari qanchalik institutlar mustaqil bo'lsa deydi, shunchalik ularga bosim bo'lmasa deydi, davlatga to'g'ri taklifni beradi deydi, davlatni boqiy emasligini, ma'lum jihatdan hokimiyatni cheklab turadi deydi, o'z takliflarini berib tanazzuldan oldini oladi va taraqqiyotni belgilab beradi deydi. E'tibor bersangiz, taraqqiyot uchun geografik, madaniy omillar ham sabab bo'lishi mumkin yoki rahbariyatning johilligi yoki johil emasligi ham sabab bo'lishi mumkin, lekin ular birinchi omil emas. Birinchi omil mana shularni keltirib chiqargan institutlar, ya'ni A agar davlat bo'lsa, B jamiyat bo'lsa, C nuqtada paydo bo'lgan institutlar. Ular qanchalik mustaqil bo'lsa, shunchalik taraqqiyotga xizmat qiladi. Ular qanchalik mustaqil bo'lmasa, ya'ni ekstra aktivlikka mahkum bo'lsa, shunchalik taraqqiyotga unchalik katta xizmat qila olmaydi degan demak iddaolarni keltirib chiqaradi va yana bir insight borki, bu mamlakatdagi ekstra aktiv yoki inklyuziv institutlarning taqdiri, ya'ni taraqqiyot yo'li yoki tanazzulga uchrashi inqirozlar paytida hal bo'ladi deydi.
Ya'ni juda ko'p inqirozlar taraqqiyotni keltirib chiqaradi va inqirozlar paytida davlat tanlaydi. Inkluziyami yoki ekstraktiv institutlar orqalimi? Va bilamizki, 16-asrda Yevropadagi uyg'onish davri juda katta inqirozdan keyin bo'ldi. Ya'ni Yevropada juda katta vabo inqirozi bor edi. Butun Yevropani qamrab oldi bu. G'arbiy Yevropa dehqonlari bu yerda feodallar bilan kelishuvga erisha olishdi va mulkchilikka o'rin berishdi. Bu yerda Angliyadagi burjua inqilobi, manufakturalar juda katta rolni o'ynab berdi va dehqonlar qisman o'z ishlariga xo'jayin bo'lib olishdi. Sharqiy Yevropada esa dehqonlar ham ma'lum bir huquqlarni olishdi, lekin qaror qabul qilishda mutlaq ularning xo'jayinlari qabul qilar edi va shuning uchun ham bir asr o'tgandan keyin G'arbiy va Sharqiy Yevropa o'rtasida juda katta farqlar paydo bo'lishni boshladi. Sharqiy Yevropa mamlakatlaridagi mustaqillikdan mutlaq cheklanish ularga bergan imtiyozlarni barqaror rivojlanish sari yetaklay olmadi. G'arbiy Yevropa mamlakatlarida dehqonlarda esa qisman mustaqillik bor edi, inqiloblar bor edi va ular ma'lum bir huquqlarni ushlab qolishga muvaffaq bo'lishdi va G'arbiy Yevropada taraqqiyot o'zgacha bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bir narsa ma'lum ediki, ekstraktiv institutlar ham hatto foyda beradi. Ekstraktiv institutlar ikki holatda foyda berar ekan. Birinchisi, ma'lum bir yaxlitlash tizimi mavjud. Xususan, monopoliyaga biz juda ham qarshi fikr bildirib yuramiz aslida, lekin vaholanki monopoliya bo'lmaganda Amerikaning energetika sanoatini bir koridorga birlashtirish imkoniyatlari bo'lmas edi. U sanoatni birlashtirgandan keyingina 11-yilda Roosevelt islohot o'tkazdi. Demak, monopoliya ham Amerika iqtisodiyotiga vaqtida foyda berdi. Ekstraktivlik ham xuddi shunday. Ya'ni davlat institutlarni o'zi yaratadi va samarali sektorlarga pulni tarqatishni, taqsimlashni boshlaydi. Bunga yaqqol misol sifatida sobiq Sovet ittifoqini keltirish mumkin. Ya'ni 1928-70-yillarda Sovet ittifoqi iqtisodiy jihatdan rivojlanib bordi va 70-yillarda dunyoning eng qarsiz mamlakatlaridan va iqtisodiy barqaror mamlakatlaridan, tuzilmalaridan, guruhlardan biriga aylandi Sovet ittifoqi va mana shu ekstraktiv jihati mana shu yerda foyda berdi. Ikkinchi jihati, siyosiy elita haddan tashqari o'ziga ishonsa, ya'ni kursisini yo'qotishdan qo'rqmasa, ya'ni bilamiz-ku, bir odam $1 million daromad topadi, keyin $10 million daromad topadi. Ya'ni uning ehtiyojlari qondirilgandan keyin o'zi ham o'sha guruh mamlakatni rivojlantirishni o'ylab qoladi va o'zi tashkil qilgan institutga bor resurslardan foydalanib, mamlakatni tadqiq etishni va rivojlantirish bo'yicha talab beradi. Mana shu paytda ekstraktiv tarzda demak rivojlanishi mumkin bo'ladi. Lekin inklyuziv institutdan farqli jihati, inklyuziv institut doimiy rivojlanish va manfaatlar to'qnashuviga qaramay rivojlanishni talab qiladi. Ekstraktiv institutlarda ma'lum bir jarayonda, ma'lum bir vaqt birligida iqtisodiyot barqaror bo'ladi, sektorlar to'g'irlanadi, lekin rivojlanish, ya'ni innovatsiyalarga o'rin kam bo'ladi. Chunki u ekstraktivligi yana qoladi, ya'ni ma'lum bir qatlamni, u butun jamiyatni emas, ma'lum bir u o'zi yaratgan qatlamni, demak, manfaatini himoya qilishga hukm qilingan bo'ladi. Shu jihatdan ham rivojlanishi, demak, yillar kelajakni nazarda tutadigan bo'lsak, barqaror deb aytishimiz qiyin bo'ladi. Faqatgina ma'lum bir vaqt birligidagina mamlakat iqtisodiyotiga foyda bera oladi. Demak, mana shu ikki institut, ekstraktiv, ya'ni qisish orqali ma'lum bir siyosiy elitani o'zi tashkil etgan institutlari qanchalik u institutlarga vijdonan yondashishni buyurib rivojlantirsa, iqtisodiyot rivojlanaveradi. Lekin bu vijdonan yondashish qancha yil yoki qancha vaqt davom etadi, bu savol ostida qoladi. Inklyuziv universitetlar esa mutlaqo mustaqil va rivojlanishda davom etaveradi. Ular o'z an'analarini, o'z falsafasini o'zi shakllantiradi. Yaponiya nega rivojlangan deb savol berishganda yuzlab rakurslar mavjud buni rivojlanishiga. Lekin institutsional jihatida Yaponiyada 7-asrda tashkil etilib, hali ham davom etib kelayotgan tashkilot bor. Yoki ma'lum bir mamlakatda bir boshqaruv tizimini uzoq yillar davomida davom etishi ham inklyuziv universitetlarni yaralishiga olib kelar ekan. Ya'ni davlatlar, hokimiyatlar o'zgargani bilan bu institutlar o'zini saqlab qoladi va ma'lum bir pozitsiyalarni bera oladi.
va bu institutlardan katta tadqiqotlarni olish mumkin bo'ladi. Va bu olimlar mana shu tanazzul va taraqqiyotning asosiy ildizlari biz o'ylagan geografik, rahbarlarning johilligi, madaniy alomatlar, zehniy alomatlar barchasi to'g'ri. Ya'ni barchasini qandaydir detal sifatida hisobga oladi va rag'batlantiradi bu olimlar, lekin aytadiki, mana shu detallarning orqasida, ya'ni shakllanish mexanizmlarining yaralishida eng birinchi galda institutsional tizim turadi deydi. Va bu institutsional tizim o'sha inklyuzivlik, ya'ni davlat mutlaqo erkin sektorni, institutni o'ziga yaratib fikr olishi va rivojlanishi. Bu yerda davlatlar o'zgargani bilan institutlar o'zgarmaydi va ikkinchi shakli o'sha amaldagi elitani, o'sha davlatni boshqarayotgan elitani o'zi o'sha institutlarni tashkil qilishi va o'zi rivojlantirishga texnik va ijtimoiy vazifalar berishi. Bu ekstra aktivlik ham inqirozlar paytida yoki ba'zi bir ikki shaklda rivojlanishi mumkinligi, lekin kelajak savol ostida qolganligini istisno etmaslik qonuniyatlarini belgilab beradi va umumiy xulosalarni mana shundan kelib chiqishiga olib kelishini isbotlab beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.